90% odam noto'g'ri qiladigan qatiqli pirogning asl siri. Bir marta shu usulda pishirsangiz, boshqa retsept qidirmaysiz. Videoga like va menga podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Birinchi navbatda uyimizda topiladigan bir dona bakal kerak bo'ladi. Shu bakalda barcha mahsulotlarni o'lchab solamiz. 4 dona tuxumimizga 2 bakal shakarni solib, yaxshilab oqarguncha ko'pirtiramiz. Undan oldin 2 bakal qatiqni 1 choy qoshiq o'simlik sodasi bilan o'ldirib olamiz va ko'pirtirilgan tuxumga shu qatiqni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin birinchi 2 bakal un solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Undan so'ng esa yana 1 bakal un solib, 1 choy qoshiq razg'ilchitil, 1 choy qoshiq vanilin solib, yaxshilab aralashtiramiz. Yarim bakal o'simlik yog' solib ham yaxshilab aralashtiramiz. Oxirida tayyor bo'lgan massani qolipimizga solib, duxovkaga 180 gradusga 45 daqiqaga yuboramiz. Retsept yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Yoqimli ishtaha!